ilgari tushun kerak. Milli tarix Şinşsay, Şinjan təvəziri kommunistlarga qarşı to'lqin ko'tardi. Şinjanda xizmat qilayotgan kommunistik partiya a'zolari keng Uyg'ur ommasi bilan birlashib, buningga qarshi fidokorona kurash elib bordi. Tayarlan! At! Yok hele! Meşe! Siz meşe! Sen bu yapma! Bana! Ezreleri kıma! Bana! Tez meş! Tez! Bana! Şinşsaylı yok daylı! Yok olsun Şinşsay! Ağzını şum! Meşe! Mang! Tez man deymen! Hey! Ezmini kımay bırakma! Bana! Emdak! Yok olsun Şinşsay! Yok olsun Şinşsay! Dörtler! Birinci sürüküm cinayetçiler bir taraf kılınıp oldu. Keyin kişini keltir ona! Hop! Ver lan! Kimdi bu? Duyuqsizlar. Qo'limni ishlatgina. Chaqan. Tez gidelim. Bu qandaq bo'g'ri? Ne qaptiq odamni cho'qim tep chiqish kerak. Darhol nelo. Hop! Nish. Yalin, bayatin hamma gapni angladingiz. Biz bir amal tepishimiz kerak. Ço! Yetişmela yetişip! Ço! Kaynikiler tez bakmayın la! Hadi balan tez tutun la! Yetişmeyin la! Tez! Ço! Tez çekilin la! Ço! Hey! Sen neyim kumakçı?
Oy. Baba, bunu qana qilamiz. Hey, hozir hamma yerda odam o'ltirilyotdi. O'ltirilayotganlarning o'ltirilish usuli o'xshash. Balam, agar biz uni qutqizib qolamiz desak, butun oilamiz bo'yicha kallamiz elinib ketishi mumkin. Tushundingmi o'g'lim? Lekin biz qarab tursak bo'lmaydi-da. Baba, o o'lib qolarmi? Agar korimiz bo'lmasa, o cho'qim o'lib qoladi. Tezroq bila o'g'lim. Avaylang. Ha, tezroq. Xudo o'z panohida saqlag'ay. Sodiq. Tez o'rnidan turg'ina balam. O ayol yo'q-ku. Nima? O shundoq og'ir yaralangan tursa, o'lib qolaydigan odam qandoqsigim yo'qolib ketadi. Hey, biz aldırıptık. Men burli demidimmi? Odamdan ehtiyot qilmay bo'lmaydi. Akatma yoktur da baba. Nima? Asta. Ben benim adını tepkiley. Baba. O'g'lim. Sodiq. O'g'lim ehtiyot qil. Oğlum bozdan qarang. O'g'lim ehtiyot qil. Sodiq. Biz sizni kutamiz. Tezroq qaytib keling. Vah. Çö. Baba! Güllar! Kelinglar. Erkek qo'yning go'shi. Kelinglar. Bag'dan go'shlik qilingan kavob, qani tetib ketinglar. Yaramiz pulanmayman. Qani kelinglar. Ha, kesler. To'sh. Qani kelinglar. Deyman. Qayerdan sizlar shu yerdan kesib berma. Kesler. Muşunodum ma bo'ladi. Mana. Hey! Bag'dan go'shlik qilingan kavob, qani tetib ketinglar. Yaramiz pulanmayman. Qani kelinglar. Ha, kesler. To'sh. Agira. Qo'ya. Mana chaqqan. Tez odam chaqirib, tez! Buni odam chaqirib qo'y.
Öldüre! Bana öldüre! 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 Öldürmem sen! Sen emkanını vurup öldürürsün! Bırak. Berik hop! Oy kulum! Oy edip git! Berik hop! Oy eskem! Hey! Güçlün kopu! Hey! Sakıldın mı? Kesile değmen kesile! Erkek koyunun kopu! Tengi davul! Kesile kını kesile! Kesile kını kesile! Şumtek tokla! Tokla! Hey! İğnemce kanma beni düşürüver! Bir kızım al! İğnem! Bana senin viltiğin! Endi benimkini kö! Öyle tas kaldım. Bir mum var sana. Hiç yok. Öyle. Öyle. Tez. Tez. Tokla. Kurta! Tokla. Ver duruş! Tokla. Kurta! Tez tutun ulan tez. Çelik tutun ulan. Çelik tutun ulan. Tez. Bir. İki. Bir. İki. Bir. İki. Bir. İki. Ben çıkında omlaştır ola! Ver! İki! Ver! İki! Ver! İki! Ver! İki! Ver! Çok mışa göğsür ne oldu? Mışa ne yaptın ulan? Ha dolaşma! Kımıldasma! Kıvırla! Yuta tok! Sen tek benim yerimde edimde iş otamsan! He, ben təptişin buyruq ölen cinayetçin tutqulu kelgen. Qandaq gepin var mı? Ben bu teptisinin buyruğu bilen bu yerde askerlerini meşgul kıldırı otman! Ah, dur ulan! Çıkma! Ulaq et, qoralların taşlısın. Mahtaret başlığı! Neymiş oldu? Neymi qalayım qançılık bu? Mahtaret başlığı! Səbəblərinin qımığa əskiliyin laqamıdı. Sizlər cemaat xəvfsizlik etirtinla adamını qındaq başqırdı. Xomeş qaval. Niqablıq adamның işini bilediğansız. Onun niqablıq adam bilen çoğum alaqısı var. Artıq çıxarılışıp, özünüzü işleri olmağın yine. Qandaq dedim. Köngül bölgünüzge rəhmət. Mən özəmdən yerdiki işlərini özəm əl qılalayman. Xatırcam bolun. Mevla! Mevla! Çapsan Mevla! Mevla! Xomeş qaval. Keyin görüşüp qalamız. Çap! Mana şu aloqa qilishadigan narsa. Aloqalashquchining qo'lida qarg'alabli qizil sapliq pichoq bor. Xalapni almashtirsaqla to'g'ri keladi. Shu odam aloqalashquchi bo'ladi. Eling. Aloqalashquchining ismi bilan adresi-chi? Bilmayman. Van Aqsoqqal qo'lga tushganda faqat mush pichoqni qoldirgan. Boshqa hech nim demagan. Her nim bo'lsa, mening milliy pichoqlarni yig'adigan qiziqishim bor.
Bu bıçak intayin sıptı yasalganken. Bundaq yaxşı bıçaqni soqqavstan çoqum xeridarning kimligini unutup qalmaydı. Kuchada Yusuf ismlik dağlıq bir ustam var. Onu tapsaqla hemmiş asallaşıdı. Hazır vaziyet bek ciddi. Derhal Janubiy Şinjandagi partiya a'zolarini yig'ib içip markazning yo'l yo'rig'ini yetkazish kerak. Bu ish sizning zimmangizga qoldi. Çataq yo'q. Men burunli bir yaxshi yordamchi deb oldim. Nima yordamchi? Nada? Ar qo'yliga yo'shirib qo'ydim. Meni qilma. Ovoz chiqarma. Men seni qutqizg'ili keldim. Qutqizg'ili? Sen ular bilan birga emasmi? Albatta birga emas. Tez. Tezma. Çoxum mush o'ylida. Tez bo'linglar. Hop, yaxshi oqtirona kechib ketmasin, ha? Hop. Xo'mash qavul. Yala. Bu yoqqa kel. O'tir. Uying nerede? Kuchada. Kuchada Yusuf ismlik dağlıq bıçaqçı ustam var. Onu tanımsan? Tanıyman. O babamning yaqin og'aynisi. O hozir pichoqchilik qilmaydi. U bir o'tangda saroy ichib oldi. Seni unutib qolmayman. Hey? Isming nima? Sodiq. Sodiq? Kiring. Viyatrat boshlig'i. Yaxshimisiz? Qani o'tiring. Shingduban niqobli odamning ishiga bek ko'ngil bilyotadi. Viyatrat boshlig'ining baldiroq bir taraf qilishingizni umid qilamiz. Qo'l ostindagilar bir qancha odamdan gumon qilyotdi. Albatta bu aqliga tasmoq emas. Men buning amal qilyapman. Shingdubanning menga yana ozroq vaqt berishini umid qilaman. O ablahni tezroq tutqaysizlar. Bu bizmi dakki-dakki yurgidakmiz. Bo'ladi. Lisa xonimning maharati ustun. Niqobli odam bilan tutishib qolgan taqdirdami, uningdan hargiz yengilib qolmaydi. Viyatrat boshlig'i. Xayr xo'sh. Ma'qul. Xo'shamiz. Hey! No! Hey! No! Hey! No! Hey! No! Hey! Lisa! Sizni bu yerga qanday shamol uchirib keldi? Sibiriyaning sovuq shamoli. Havo shunday yaxshi tursa, nahdan kelgan sovuq shamol ekan u. Sovuq shamol sizning beshingizga keldi. Tez sezmadingizmi? Mening yuzingizni e'tiborga turqigingizni bek. Ko'gim kelyotdi. Meni gumonlayotgan o'xshamamsiz. Rostini aytganda, bu ishni hargiz oshkorlashga bo'lmaydi. Mening qalbimni tushuning.
Bu ishqa hargiz aralashib qolmoq bo'lamdi. Ularning mendan gumonlanishidan qo'rqmayman. Lisa, meni keyin tushunib qolasiz. Rahmat sizga, Lisa. Nimaga rahmat aytasiz? Umidimni yerda qo'ymasangiz bo'ldi. 1 2 3 4 Diqqat! Hozir dalama chiqib boramiz. So'lga buril. Yugurib, bosh! Bir, iki, bir! Kıpırla! Solga burul! Xo'rinshon qayerda? O nerede? Gap qila! Xumash qavulga Do'ban mahkamasi yig'in ekan. Bizga o'zinglar mashq qilinglar deb qo'yib ketgan. İptinglar! Mana! Xo'rinshon degan xo'rinshon. Sen degan sen. Faqat ishlarni menga deb bersanglar, sana hech qanday ish yo'q. Eda, xo'rinshonni harakati kim uning xabar etkizdi? Ha? Gap qila. Meningcha, taftish mahkamasining odamlari yetkazdim-ekan. Muhatirat boshlig'i donadir. Biz bu kichik askarlar qandoqmi bilayli? Lisa katib kelganmi yo'q? U rus qizi. O qiz Xumash qavul bilan nayti yaqa aralashidi. Uningga ishonmasangiz o'zini so'rasangiz bo'ladi. Hattolashma. Oy, Lisa xonimga. Lisa xonimga. Qani, marhamat, bu kechida nima sababdan keldingizkin? Muhatirat boshlig'i. Nima, bu yosh yigitning ochig'ingizni chiqaryaptamsiz? Xo'rinshon qechib ketsa, qurbonlikdan birini tepishdan maqsadingiz. Agar muhatirat boshlig'ining menga deydigan gapi bo'lsa, Lisa xonim xato o'ylab qopti. Xo'rinshon mening qo'limdan qechib ketgani yo'q. Men kelganda u yo'qkan. Shuning uchun kimlar bilan uchrashganligini so'rab beqishim kerakmi, qandaq? Shon kelishim. Hukumat ishi emasmi? To'g'ri. Men kelgan. Mening bilishimcha, muhatirat boshlig'i bilan Lyota tuxmi kelgan-ku deyman. Chaqchaq qilib qo'ydim. Ko'nglingiz kelib ketmang yana. Gapning poskalisiga kelsak. Men Do'ban mahkamasining kotib Lisani Moyefi etraf boshlig'i bilan hamkorlashib, jinoyatchi Xo'rinshon tutishga buyruq bilan evatdim. Bo'ladi. Siz kelib qatnashsangiz Do'banmi xotirjam bo'ladi. Bu men uchun xushallik. Muhatirat boshlig'i aqlli odamda. Undaqda ishni nerdan boshlaymiz? Muhatirat boshlig'ining o'ylashqanlari bordi. Hammamizga aniq. Kommunistik partiyaning aloqalish o'rni Janubiy Shinjongda. Janubiy Shinjong o'tadigan ikki yo'l bor. Biri Kayni bo'g'iz, yana biri quruqchilg'a. Biz ikkiga bo'lib bangayli. Sizning chiqandaq. Men Kayni bo'g'izda mangay. Amsi men quruqchilg'ida mangay. Etraf boshlig'i bu askarlarni qarab
Qani yangla. İşte. Ha? Qaranglar. Bu paxlar bek yaxshi ekan. Kebab qilib yesa qandaq? Ha, obdan gap. Ish qila berib, ko'chbashlarga odam ekilinglar. Mela. Bo'la. Ma'qul. Chasana bo'la. Aka, patakdan birisi kelibdi-ku. Qani o. Mana achchiqi. Qani. Voy. To'liq pagani migaga ba. Qani, birodarlarga go'shtni pashlab ber. Bo'la. Pachla. Tez pachla, tez. Tez pachla. Bo'la. Bu so'xtakning karamati ekan-ku. Ajab yomon-ku. O ma degan padichi. Bu go'shtpashlar ablaq nereden kelgan? O ma degan padichi shu. Alsa xonadek kelganmish. Xonadek. Men bilan yurtdosh keldi. Yurtdosh keldi. Bekla. Vaqt keldiman. Sen nereden kelgan? Gap qila. Men xanan kayfondan kelgan. Cho'nchiligini. Menga bola bo'lsan o'g'dak. Mana adamning yuzingiga qana mikansan ha. Yavaş mikan bu. Pataklar tashkamasmi? Bo'ldi, shunday yurkan. Hey, bu odam ko'zga ilmag'anliqqa. Shunday mo'sa qilgan bormi? Mana. Bu nadi kelganim endi, ha? Hey, og'aylar, endi meni karamatimni ko'ringlar, ha? Bu mu yavaşlayım ekan, ha? Yusuf tog'amni ko'rganlar bormi? Qo'sha. Aha. Yo'lda japa chekdingiz. Xo'jayin qani. Qeyri ablaq hurmatligini bilmaydi ekan. Amalsiz. Siz uni nima qildingiz? Ansirmang. Mening uni o'ltirishimning hojati yo'q. Men Mayifini ostirib, yolg'iz biya kelishga maqsadim. Sizni qutqizish emasmi? Meni? Men nima qilibdiman? Bilmas bilvanman. Hozir men bilan qaytsangiz, o'limdan qutulib qalalaysiz. Shunda ben sizning iqtidoringizdan huzurlandi. Men siz uchun yaxshi gap qilsamla, shunda ben sizni cho'qim atavalab shildidi. Lekin siz Mayifening kelishini saqlasangiz, sizning kompartiya a'zolaridan birga tutib olsa, o'chaqda hech kim sizni qutqizamaydi. Rinshung, qaytib ketaylik. Men nemishqi cho'qim sizni ko'rsatib yo'lda mangdakman. Yaxshi. Men sizning pok ekanligingizni bilaman. Muhabbat uchun ozroq qurbonlik bersangiz bo'lmamdi. Biz yiroqlarga ketalaymiz. Shinsaydan qutulamiz. Shinjongdan ayrilamiz. Jahonning o'chidagi borgan taqdirdimi, men sizdan ayrilmayman. Ma'quldang. Lisa, meni kechiring.
Əsəldən. Əhləmən yılanatdı. Mən bək haqavır idim. Sizin ölüm yılığı menip qilişinizin qoqub. Mən həttağururumla qayırıb qoydum. Mən hərgizmi sizin təsirlənməydiğinizə işənməyəm. Gözünüz mənə sizin meni yaxşı gördüğünüzni dep berib atdı. Reyşum, rast gep qılın. Siz meni zati yaxşı görəmsiz yox. Qani aytın. Gözümge qarab turib cevap verin. Cevap veriş qıpetini amayvatamsız. Bunun özü cevap veriş. Siz avukat bulmağan ikin. Sizi fakat korkunçlu ba. Ben sizler cüngoluk arlarını hecep düşünemedim. Oldu bes. Siz muhabbetten başka hiç nimini düşünmeysiz. Biz erlerinin muhabbetten mühim nersilleri ba. Keçirin. Unutup kalmam. Men degen meşgavul. Birgi bir kesek, hergiz meni yenemeysiz. Xo'rinchon. Men sizdan nafratlanaman. Men erishmoqchi bo'lgan narsa qo'limdan hargiz qochib qutulmaydi. Uni vayron qilib etsammi? Men rozi. Hemiz o'q chiqaram. Kıpırla! Kıpırla! Sizden muhabbet için sözlüğünüz bana müşkende. Sizga taqabul turishning o'ng'ay emasligini bilaman. Amal yo'q. Bu birodarlarni yordamga chaqirgan edim. Çıkın lan kardeşler! Yürü! Çıkın lan! Meni mecburlama. Sizni yarlandırgım yok. Siz! Hey!
meni o'ltiratmaysiz. Men dedim-ku, sizni yaralandırgım yok. Emas men bilan qayting. Yo'q. Hey, Tağa! Tağa! Ben sizin qutulurga geldim. Ben bile Tağa. Beni. Benim kozam! Kilan! Tez bulaydı, tez, tez! Tez mi öyle? Lisa, meni mecburlamang. Mening sizni mecburligim yo'q. Qarang. Hey, hey! To'xta! Erişa bu tömür tezeklerini. Yo'qlash! Tez yo'qlash! Yo'qol! Yo'qol! E'lon. Ha? Tağa, sizga uval qilib qo'ydik. Endi bu yerda tursangiz bo'lmaydi. Hech olmaydi. Tağa, mening uyimga berib turing. Men sizni apirib qo'yay. Tağa, siz degan kuchaning pichoq ustisi. Menda bir pichoq bor edi. Ko'rib baqsangiz. Bu yaxshi pichoq ekan. Bu asli bir jup boz to'g'ri bo'ladi. G'alabga xato senib qoldim, o qandaq. Bu pichoqni kimdan so'qqanligini deb bera olamsiz?
Mening bu kasbni qilmaganimga uzun yillar bo'lib ketdi. Berib inim Nasriddindan so'rab ko'ringlar. Kuchadagi pichoq bozorida. Yakomiz pichoq bozoridagi savdogarlardan so'rab ko'ringlar. Pichoq bozori? Kelinglar. Kuchaning esil pichog'i. Kelinglar. Tezda mol to'laydiganlar kelib elinglar. Men sizga desam qarang. Bu pichoq nihoyat esil pichoq. Sipga salgan. Qani akiling Biz mana ishdik. Uning ustiga qo'shib kesdik, qara. Bu pichoqni yoshlik gap ketmaydi. Ep qo'ysangiz cho'qim ziyon tatmaysiz. Buni ko'rib baqayli. Qara. Meningcha bu eng yaxshisi. Hey, Mushuni ep qiling bo'lmasa. Tarak ber, ko'rib baqayli mana. Hey, mushu eng yaxshisi. Pichoq olamsiz. Ustam, Nasriddin tonimsiz. Mushu yerdan udulmangsiz sol tarafda bir tar ko'cha bor. Yana udullab mangsiz cho'ng bir do'kon bor. Ash Nasriddinning do'koni. Ma'qul. Pichoqdan birini ep qo'ymamsiz, ha? Asaraq demamsiz ustam. Kelinglar, nanelinglar. Shirman non. Kuchaning shirmandini. Nanelinglar. Ustam, Ha? senden ishkini vasla. Ma'qul, eling mana. Mana yana olamsiz. Ishkini olay. Obdandan kam bu. Men malay. Hey, mela. Bunu tuta. Acaba teyze oyundak ha. Atlet başlığı. O cürenli köydük. Oy qarab mağdi. Hata emas. Çokum şu. Hey, sen oturup gel. Sen bu taraf gel. Mağdi. Hey, bu yak gel. Sen ağıdın qoğlan ben aldın dosay ya. To'xta deyman. Hey, to'xta. Babamdan chiqirman. Atlet başlığı. Atlet başlığı. Adam baba. Tezkilolar hemen. Adam baba. Tezkilolar. Mali Bey, demiş oldu. Demiş oldu. Tez bolalar. Ne kaplık adam. Lütatıkını bir ok bilen öldürüldü. Tamatam geçip gitti. Demiş oldu. Hı? Elik ne kaplık adam gelip lütatıkını etüetti. Nima? Ne kapık adam bu yer keldi mi? Sizlar bu yer demiş kılıvatsızlar. Ha? Tez qo'llashmamsan. Hop. Lisa xanım, qani merhamet. Ve etirak başlığı. Sen mi otur? Xo'rinshon kuchog'i yetib keldi. Ammo biz ilanni cho'chitmay turayli. Avval ular uchrashsin. Uning bilan uchrashgan odamni obdan kuzatib turayli. Bu qitim men Janubiy Shinjongdagi barliq kommunistlarni bir aqli yo'qtiman. Yana ne qapliq odam bu yerga kelibdi. Uni bir aql tutamiz. İşkınlar, çokum, obdan küzütanlar. Hop! Efendim, pichoq olamsiz ya buyurutamsiz? Ben birisi bilan ko'rishmoqchi. Nasriddin degan ustam bilanmi? Men siz shugu deyman. To'g'ri, men o'zim. Mening nomimni olib kelganlar mening bir aqvoch qili ekanligimga faqatla ishonmaydi. Ustam ajab qiziq gaplardi. Menda nima ishingiz bor edi? Men bu pichoqqa g'ilab olay degan. Men pichoq so'qaman, g'ilab yasamayman. Hey! Sizlar chiqib ko'mir akiringlar. Ma'qul. Chiqroq akiringlar jumo. Chiqroq bo'lsin. Yaxshi pichoq bo'lsin desangiz, po'lat obdan bo'lish kerak-da. Sizda qanchalik po'lat bor? Qachon kelasiz? Men Sizda qanchalik po'lat bor? Qachon kelasiz? Vang oqsoqol qo'lga elinish oldida faqat mush pichoqni qoldirib, shartlik belgini deyish ulguramagan. Bu ishni to'g'ri bir taraf qilib, darhol partiya a'zolarini yig'ib yig'in ochayli. Taqa!
Mendimi obdan polatpa. 136 kilogram. Ögünliki etigendi kelidi. Onun gepi kulak sanma. O diyen düşman. O meni yol boyu kovlap kelgan adam şu. Ağzını şum. Haqiqiy casus dese seni deyse oludu. Acaba pichaqni qo'yishga ulgurtgan odam shartlik baligini deyishga ulgurmabdimi? Pichaqni dushmanlar aqtirib ele olgan taqa hargiz yig'ini chiqib olmaydi. Uni gaplariga ishonmang. Emis senchu belgini berib pichaqni nimdab bermagan? Men degan saqchi, u yerga borsam qanday bo'ladi? Men turimida Van Oqsoqolni ko'rgan. U o'z og'zi bilan bana deb qo'ygan. Bo'ldi. Men kimning casus ekanligini endi bildim. Tezme bilemiyorum. Tez gelin. Sel dahil kılın. Tez ol baş durub elim. Hey, taqa. Siz qandaq sizga qo'rinchiqning josus ekanligini bilib oldingiz. Abilati men hech nimani bilmayman. O'g'rining yurik pok-pok emasmi? Pichoq bilan shundoqlik o'qitib, uni qochirib etdim. Ela, o yoqda men. Shuncha ko'p odam turib, bir moyi film tutamidinglarmi? Nan qibla. Meningcha hargizmi cho'ng yo'lda men chiqib ketlanmaydi. Balkim qumliqni bo'ylab sharq qarab mengib, o'lim bo'g'izdan chiqib, Shingsha orqali Shinjongga ketadi. Mening askar chiqirib, qumliqdan Mayifini tirik tutib kelishimga ruxsat qilgan bo'lsangiz boshliq. Ikkinglar, jafo chekdinglar. Bugun avval yaxshi demeylinglar. Atigan tong atqanda qo'g'lab tutsanglarmi bo'ladi. Yaxshi arameylinglar. Xo'p. Lisa, men burun sizga meni tushunib qolasiz degan bu. Endi ishimiz obdariq paranglashib baqsaq bo'la. Berib. Kiyimlaringizni almashtirib etdim. Andin. Hujram qikiram. Lisa. İlgiri salaytimni oshkorlash apsiz bo'lg'ishqa, shunga. Undaqda mening his qilganlarim xato emaskanda. Albatta. Emniyatda men burunla sizni yaxshi ko'ratdim. Yolg'on partiya a'zosi yanala rasmiy aytganda. Pek güzel xiyol qilibsiz. Sizningcha Lisa shundoq oson qo'lga tushami? Men siz uchun g'ururimdan kechdim. Men hassalab qaytarib olaman. Men sizga bir qatim e'linsam, siz menga oz deganda 10 qatim e'linsiz. Qo'shilish qo'shilmaslik. Ya'ni mening qo'shal emasligimga qaraymiz. Marhamat.
Yol boyu menden qechib atamsiz? Cho'pchong er kishi bir shaplaq bilan qo'qib ketdingizmi? Sizlar jingoliqlarda tillig'inim, ko'yginim, urg'inim, sevgilim degan gap borku, ha? Ems bugün qanğıç urib eling, ha? Siz meni rostdan suyamsiz? Söymen. Chin qalbimdan söymen. Qanchalik darajada suyasiz? Siz uchun borlig'imni ato qilaman. Men uchun o'lishga rozimi? Albatta. Siz uchun ming qatim o'lsam rozi. Sadık. Kele. Sadık, tazın vaxtida keldim. Bo'lisa, o'z odam. Öz adam? To'xtat! Atrofda o'tirib bildik. Jinoyatchi Mayevni ko'mdik. Bo'ldi, qayt. Hop! Hey, bo'ldi. Onu tutqaning nima foydasi? Kuchni saqlab qilib, Mayev yoqda qabul turmamsiz. Men uni hayot qo'yib, xato qildikmikin deyman. Otak oldu ya, otlak geçip gitti. Gözler yılma. Haydi, göz. Hey, gözler yılma. Bırakma. Xo'mashqa o'g'li meni bir qatim kechiring. Xo'mashqa o'g'li men mujdab qoptiman. Men boshqa ish qilganim yo'q. U bir Uyg'ur bolasi ekan, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rostli Uyg'ur bolasi ekan. Ma atrat boshliq emas. Yo'q, maqashqon. Xo'rin sho'ng, nakirasıl kelsin. Ma atrat boshlig'i birodarlarga bunday qilmaydi. Nima deysan? Kim dedi? Chiqa oldiga, qo'ysildi deng. Chiqa! Bo'ldi. Ot yetishmasa qanday qo'llaymiz? Oldimizga qog'oz tursa. Siz qanday chidaysiz? Bunun sizning ayol kishiga kuyinmasligingizga qaraymiz. Sen xon qizini qo'g'dab opirib qo'y. Xo'p, ish chiqsa, kollang'iz yo'l. Renshon, paqa so'ling. Cho. Hey, qaranglar. Ha? Qo'lala! Cho!
ekansan ku. Yetib ol! Oxliqlala! Hop! Yetib Hey, sen tez ketmey neymiş kılavatsan? Tez ket! Sizler işkinlardan zaten kim tutudu? Burun, ben onu tutattım. Hazır, o meni tutmadıdı. Şendin mi? Ben düşünemeyle kaldım. O degen koy terisiga o'rnib olgan böre. Hem düşengensen? Ama sen-chu? Men degen böre olaydigan adam. Sen bana ergi söyleyip nemi kılasan? Tez kayıtıp koyun tez! Ularda aldığın kan kısasın ba! Bana! Direkt tutun la! Hop! Gelişe. Hey! Hey? Görmeyda?
Mayefi, sen ısıdın mı, ısımadın? Isımasam, qo'duqni tüyü kelib, nima qilaman? Biz yarışıp kalaylı. Bu dereceye yetkende suvni elip can kutkuzuş muyum? Qandaq gap qila. Yarışıp qilish? Qandaq yarışimiz? Amal tapanchini tashlayli. Har qaysimiz o'zimizga ega bo'layli. Endi yana burunqideklar biz
Aval birleşip su içi olaylı. Sen aval taşla. Sen aval taşla. Meni ahmaq çağlavatam sen. Ben rasıl cidemidim. Hey. Lama. Maka. Maka. Sen fakat bana kanıdaki su iş güzel sanla. Anda beni itiversen merazi. Fakat beni ustup öldürmesanlı oldu. Anlap dur. Eğer meni niyetini bozup etiversen, bir saat kanmaylamış kuyruk peşide. Usuzluktan ölürsen. Doğru. Bunun imajı öte basınşın sen. Fakat su işçi dağılı iş olsa komünistlara teslim buluşkumu razmen. Maka, hakikaten mi erkekken sen? Ben kol koydum. Bana. Emdi buldu. Buldu iznime. Hiç mi yok? Boğan olsa ben Allah kaçan işke bulaktım. Gile. Gile. Sen argamcını tutup meni qo'lda tushirib qo'y. Andin men seni tushiray. Sen suv ich, qandaq? Mushunda qilsak, seningcha qandaq? Hamqil qilma. Sen suv ichib qolsang, meni bir mushularla ujuqtirib etmamsan. Emsidigina qandaq qilamiz? Ben avval şey. Sen avval tushsan, sening o'ylaganing shukan-ku. Sen shuni o'ylabsan. Mahka, sen ak yo'l odam. Men birodaringga avval ish qilib qo'y. Qandaq? Men avval ishay. Bo'lamdi. Hey! Terik odam, her qancha bo'lsa-mu o'limni kutib yotsak bo'lmaydi-da. Gap qilaman aka. Bo'pti. Shu. Shu. Xudoga shukr, suv yaqinlashgan. Shundoqmi? Nim bo'ldi? Sen aldırmay iç. Ben sana emrah olamaydıgan buldum. Ablah! Men qandoq chiqaman? Ha? Su işkeli çokum adam kelidi. Şuna bir amal qilib seni chiqib olsin. Savrchanlikdan saqlab turgin. Mayfey! Ablah! Sen açıqlanma. Endi ichidigan suyun bavul demezmi? Men de usavatıman. Açıqlanma. Tate.
Bayfi! Çö! Tırr! Çö! Biz yeni biriga tutuşib qoldik. Endi kim kimni yengdikin ko'rib boqamiz. Ota. Atmaysan-ku. O ovozni odamlarim anglasla, shu zaman yetib keladi. Ota. Atmam sen. Sen həcəb özün oq çıxamaysan ha? Odamlarimdan sening atgan tapanchangning ovozini anglab kelishini xohlayman. Meni atamaylı deb o'ylab qapsan da, ha? Yurgan ovoz qani aytib baqa. Midilma! Sadık oq çıxama. Oq çıxarsa ular bir aqlı yopirilib keladi. Tez çigireyli. Tez. Çö! To'xta! Çö! Bu yerda oyoq iz qolmaydi. Yarangda oqqan qon, xo'rinishing iz ko'rsatmagan. Bu yoqda mansang, mening uyimga borsan. Men ularni obdan bir joyga boshlab qo'yay. Sen xotirjam menga ilma. Bo'ldi. Odamzod yo'q ekan bu. Emasmi? Biz chiqib ketamiz. Asılcım! Ussab ketdik. Ussab bo'lamay qolsalar, suydig'inglarni ichinglar. Hay? Qandaq narsa bu? Nima narsa bu? Bu qandaq nasbasqa yedi endi. Odam kelirg'aya emaskan bu. Biz bu yerdan oyat chiqib ketalamizmi? Xo'mashqa ol. Biz bu yerda o'ynayotqili bir ko'p bo'ldi. Bir atal paynim topamadik. Menimcha biz yana chekinsak bo'lamdikin. Yo'lni topamasak qandoq chekingirakmiz? Nima? Mangayla. Ha? Usab ketdimi? Su! Ha? Su! Oxir suvni topdik. Su! İşmallah! Zerba! Zahar? Xo'mashqa ol. Zahar borlig'ini siz nima berasiz? Bu degan o'lim bo'g'ziga boradigan muhim suv manbasi. Kommunistlarning qochib ketishini oldini olish uchun shunda mening buyruq bilan bu yerga zahar selingan.
Nasıl zerbakken? Emini kakan sen. Sen bu yeri bizde yiyip geldin. Seni öldürüydüm ben. İnsapsız emeldarlar. Şunca adamdan bir şık çıktı. Mana bu ölüm boğazı. Bu yerden ösekler. Şinjanlı çıkış eğizi şinşinşak yetkili oldu. Pislerimizden ihtiyat kılaylı. Yuşurunub turanglar. Buyrug'umni alinglar. Lişaxan kız! Ben Mayifey! Mayifey! Bu joyga obdan qarab baq. Nurg'un askar seni kutib turadi. Qaniting bo'lgan taqdirda uchib o'tamaysan. Taslim bo'l. Bu o'zingga foydaliq. Hey! Sen bizni ötkizib et! Qandoq? Mende bir obdan soğuğu var. Nait obdan soğuğu? Uxlamay tushkama. Aldırma! Aval soğuğatını körüp bak! Emkile! Çıkı! Lisa! Ulanı ötküzüydün! Ulanı qo'ymasam, şimdi menga qanday javob beraman? Sen sevşün! Canbin keçiş! Erzimdo! Lisa! Siz jıraqlar ketimiz geldiniz ko! Ben sizinle birle Şinjan'dan ketey! Bulandı! Nimaga qarsan? Chekilinglar. Mayifey! Men sening shartingga qo'shilay. Ammo sen ariz xo'rishingga zahmat etkazmaysan. Boludu! Jigit sözdün yanmaz! Doklat! Ve etanet başlığı şahsen öz başkurulu geldi. Sizlarning bay qilishgan gapinglarning hammasini angladim. Düşmanni qo'yib yetishning qanday jinoyat ekanligini bilamsizlar. Bombalarni o'rinlashtiringlar. Ular kelganda birini portlatamiz. Ammo xo'rinshing ular bilan birga tursa. Xo'rinshoning tek hayot qag'isi bor ekan. Shunchalar odam bilan bir mayefini tutamay, barliq askarlardan qo'rqib, o'zi asirga tushib qolgan tursa, bundaq yaramasning bizga nima foydasi bor? Portlatinglar. Rishon, kamman, xatarli! Lisa! Lisa!
tayyorlaninglar. Ketishga tayyorlaninglar. Odamlarga Yan taraf yo'shirinibdi. Otdan beqilib diqqat qilinglar. Baba! Lisa! Lisa! Mening Lisarim! Lisa! Yardarbaga inqilobchi. Niqobli odamning kimligini bilgin-vatdi. Mana, sana hozirlik ko'rsatib beray. Biroq kechikib bilding-da. Lisa, siz men uchun qurbon bo'ldingiz. Siz uchun jon berishga rozi. Rishon. Sizmi men uchun qurbon bo'lishga rozimi? Esingizdami? Men erishmoqchi bo'lgan narsa qo'limdan chiqib ketishni ham xiyol qilmasin. Vayron qilib olsammi?